Abi, fasadimizni 13,5 ga 33 metr bo'lyapti. Toshkent shahar markazi Yunusobod rayoni Shahristonskiy chorrahadan Karvon ko'chaga kirishingiz bilan Karvon ro'parasidagi mahallaga kirib kelganimizda bizda sotilayotgan tur sotuviga qurilgan yer maydonimizdagi uchastkamizni sotilyapti. Narxiga keladigan bo'lsa, narximiz 270 ming, har doimda kelishiladigan joylari bor. Bu uyimizda bizda mana boshida ma'lumot aytib o'taman sizga, 8 ta xona, 3 ta 4 ta sanuzel, kattagina hovlisi ham bor. Keling, ichkariga kiramiz. Mana bemalol ikkita mashinani olib kirsangiz bo'ladi. Elektr zaryadka mashinalarga o'rnatilgan, tayyor turibdi. Landshaft zona, yashil hudud, archa, fontanlar bor. Mana bu o'ng tarafimizda 2 qavat, to'g'rimizda 1 qavat. Bu общий 8 ta xona. Uy rasmlari Telegram kanaliga joylashtirib beraman. Telegram kanaliga o'tib, uy ichidagi holatini ham ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Xullas, bu markazimizda tushgan uyimizning narxi 270 ming, har doimda kelishiladigan joylari bor. Ma'lumot uchun telefon raqamlar har doimda opisiyanida.